Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, biz yangi o'yinimizga start beramiz. Bu o'yinimizda biletimizning narxi 2000 rubl, bilet soni 9700 dona. Bu o'yinimizga qo'yilgan prizlarimiz: O'zbekiston Toshkentdan 2 xonali kvartira mebellari bilan, Tojikiston Dushanbe sentridan 2 xonali kvartira mebellari bilan, Moskva metro Myakinidan 2 xonali kvartira mebellari bilan. Ulardan tashqari bitta 25000 dollar, bitta 20000 dollar, bitta 10000 dollar, 15000 dollarlik va 75ta 200 dollarlik pul prizlari qo'yilgan. Aziz do'stlar, glavni prizimizni yutgan kishi xohlasa Toshkentdagi kvartirani, xohlasa Dushanbedagini, xohlasa Moskvadagi kvartirani yoki bo'lmasa 130000 dollar pulni olishi mumkin. Bu prizlarimizdan tashqari boshida sotilgan 500 ta biletlar uchun отдельный sovg'alar bor do'stlar. Sovg'alarimiz 3 ta mashina va 10 ta podarishli bilet. 500 talik o'yinimiz shartlari oddiygina mana shu o'yinimizga hozirdan bilet olsangiz, biz boshida sotilgan 500 ta biletlar orasida o'yin o'tkazib, o'z sovg'alarimizni topshiramiz. 500 talikka ulgurib qolsangiz, siz 2 marta o'yinga qatnashasiz. Bu hali hammasi emas, obunachilarimiz uchun kommentariya o'yinga bepul 10 ta sovg'a bilet qo'yganmiz. Buni ham shartlari oddiygina mana shu video tagida bitta like va bir dona chiroyli kommentariya qoldirasiz. Biz o'sha kommentariyalar orasida o'yin o'tkazib, o'z sovg'alarimizni topshiramiz. Eslatib o'taman do'stlar, biletimizning narxi 2000 rubl, bilet soni 9700 ta. Agarda 5 ta bilet olsangiz bitta, 10 ta bilet olsangiz 3 ta qo'shimcha beriladi. Bilet xarid qilish uchun raqamlarni kommentariyalarda qoldiramiz. Ana endi do'stlar, kvartiralarimizni tomosha qilib chiqamiz. Kelingizlar, yaxshisi Toshkentdan boshlaylik, keyin Dushanbe, keyin Moskvadagi kvartirani ko'rib o'tamiz. Bu Toshkent shahri Chilonzor tumanida joylashgan kvartiramiz. Hozir esa kvartirani sizga birma-bir tanishtirib o'taman. Kvartiraga kirishingiz bilan sizni shinam va yorug' prixojay zona o'zini oynasi bilan kutib oladi. Chap tomonda esa kir yuvadigan mashina va shkaf bor. Kirishda chap tomoni to'g'risida sanuzel joylashgan. Sanuzelni qarama-qarshi tomonida barcha sharoitlarga ega bo'lgan yotoqxonamiz joylashgan. Yotoqxonamiz mebel, konditsioner va televizor bilan jihozlangan. Yotoqxonadan keyingi xona bu oshxona. Oshxonamiz hamma texnika va mebellar bilan jihozlangan. Qulay oshxona stoli va muzlatgich. Texnikalardan oshxonamizda konditsioner, gaz plita va posuda moyka bor. Keng va qulay mehmonxona o'zini zamonaviy remonti va qulay mebellari bilan. Всем привет! У нас двухкомнатная квартира недалеко от метро Микинина. Сейчас я вас познакомлю с квартирой.
квартире есть мебель, большая двухспальная кровать, светлая комната, яркая, красивая. У нас большой зал, 2 больших дивана, большой телевизор, шкаф с зеркалом и также имеется кондиционер. У нас отдельный санузел и отдельная ванная комната. Aziz do'stlar, agar o'yinimiz ma'qul kelgan bo'lsa, hozirda harakatingizni qilsangiz, ham 500 talikka, ham har kuni kechqurun soat 8 da bo'ladigan jonli efirimizdagi sandiqcha o'yinlariga qatnashib qolishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Shu bo'ladigan o'yinimizda hammaga omad do'stlar.